juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz-a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant, Nima akalar? menga 4 ta shashlik qo'ying saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, maza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli, ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant, Nima aka? 10 ta shashlik qo'ying padarri buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying, ota-onam dietada. Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil, opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant, shampurdagi bor shashlikni qo'ying.